Gudala tumani Yashiltepa mahallasida yashayman. Tadbirkorlik bilan shug'ullanib, shu oilaviy bog'chani ochdim. Hozirda ish kishiga ish o'rnini yaratganman. 25 o'rinli bog'chamiz hamma sharoitlari bor. Ichmahal ovqat ertalabki, abidga soat 4 ga. O'yingohlar bor, o'yinchoqlar bor. Tashqi sharoitlari bor. Bolalarni ertalab o'zimiz olib kelish, olib ketishlarni yo'lga qo'yganmiz. Texnika qo'yganmiz. Kelajakda niyatlarimiz nasib bo'lsa 50 o'rinli qilmoqchimiz. Yana ish o'rinini kengaytirmoqchimiz. Shunday sharoitlar yaratib berganligi uchun yurtboshimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Oq va yashil baldir Xizr belbog'i, shuning uchun chiroyli O'zbekiston bayrog'i, 12 baxt yulduzi o'ziga hub yarashar, unga dunyo xalqlari havas bilan qarashar. Aycha jon aycha, yaproqlaring ninacha atyafini aynab qo'shiq aytamiz bachcha. Aycha gulni quchar ninacha, biram chiroyli qarang, qanotlari rang barang, shisha kabi yil bor, yumaloq yuz bor, bog'ni kesib yuradi, ko'tan sharbat suradi. Zum mahallasida ishbilar va shoira o'qtam bo'laman. Tadbirkorman. O'z mablag'im bilan, o'z kuchim bilan oilaviy 50 o'rinli oilaviy bog'cha ochdim. Nomi Barkamol avlod, bog'chamiz nomi. Bundan qishloq ahlimiz juda minnatdor. Sharoitlarimiz, hamma sharoitlarimiz bor. Kungacha 50 ta bolamiz bor. O'zi 50 o'rinli bog'cha ochganmiz, 50 ta bolamiz bor. Kelajakda faoliyatimizni yana kengaytirmoqchimiz. Bolalar navbatda kutib turishibdi. Xudo xohlasa kengaytiramiz. Bog'chamizga qo'ldan kelgancha sharoitlar qildik. Iloji boricha sharoitlarni saqladik. Ertalabki ovqatlari abidga, abiddan keyingi uch mahal issiq ovqatlar beriladi bog'chamizda. Ularimiz yaxshi hozircha, bundan keyin yana yaxshilamoqchimiz. Hammani kirib kelayotgan hayit bayramlari bilan tabriklayman. Hamma sog' salomat bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Yosh avlodlarimiz yaxshi ulg'ayib, o'qimishli bo'lsin, hammasi oliy ma'lumot bo'lsin. Prezidentimizga katta rahmat, xotin-qizlarga katta imkoniyatlar, sharoitlar qilib berdi. Xotin-qizlarga yaratib bergan sharoitlaridan o'zim ham ta'lim krediti olib oliy ma'lumotli bo'lib o'qidim, tadbirkorlik ishimni yo'lga qo'ydim.
Nasib bo'lsa, kelajakda boshqa ishlarimizni ham tadbirkorligimizni kengaytirmoqchimiz. Prezidentimizga ming rahmat. Ko'kdala tumani Zum mahallasida joylashgan manzilimiz. Gulnora Ko'kdala tumanining har bir mufida oilaviy bog'cha tadbirkorlik bilan oilaviy bog'cha ochganman. Shu faoliyatimni yaxshilik bilan davom ettirib kelyapman. Birinchi bo'lib 25 o'rinli bog'cha yaratganman. Undan keyin bo'lsa yana tadbirkorligimni kattaroq qilib, ishchi kuchlarini yaratib 90 taga yetkardim. Hozirda o'zimdan mahsulotlarim hamma narsa o'zimdan chiqadi. Sigirlarimni sog'ib, shu erta bilan bolalarga qatiq, kasha, har xil shu totli mahsulotlarni qilib beraman. Bolalar ham mamnun, ota-onalar ham mamnun. 90 o'rinli bog'chamda 8 kishi ishlaydi. 8 kishi ish bilan ta'minlangan. Ular ham hammasi xursand. Biz shu qishloqda shunday prezidentimiz shunday sharoitlar yaratib berganiga xursandmiz. Biz tadbirkorlar yanada prezidentimizning aytgan so'zlariga amal qilib, bundan da yaxshiroq ishlashga harakat qilyapmiz.